Bizni bugungi darsimizni rejasini ko'rib chiqamiz. Bugungi darsda rejamiz 3 ta qismga bo'lganmiz. Bunda birinchi qismda ikki o'zgaruvchi funksiya tushunchasi, ikkinchi ikki o'zgaruvchi funksiyaning xususiy hosilalari va uchinchi ikki o'zgaruvchi funksiyaning ekstremumlari haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Keling dastlab ikki o'zgaruvchili funksiyaga ta'rif beramiz. R kvadrat fazoda, ya'ni ikki o'lchovli fazoda d va y to'plamlar berilgan bo'lsin. Birinchi ta'rif: agar d to'plamning har bir x, y sonlar juftiga biror qonun yoki qoida bo'yicha y to'plamdagi yagona z soni mos qo'yilgan bo'lsa, d to'plamda ikki o'zgaruvchining funksiyasi aniqlangan deyiladi. Va ikki o'zgaruvchining funksiyasini z barobar fx y yoki z barobar zx y ko'rinishda belgilanadi. Bu yerda x va y o'zgaruvchilar bular argumentlar yoki erkli o'zgaruvchilar deyiladi. A z esa ikki x hamda y o'zgaruvchining funksiyasi yoki bog'liq o'zgaruvchi yoki bo'lmasam erksiz o'zgaruvchi deb yuritiladi. D to'plamga fx y, mana shu berilgan d to'plamga fx y funksiyaning aniqlanish sohasi, z aniqlangan y to'plamga esa uning qiymatlar sohasi yoki o'zgarish sohasi deyiladi. Endi geometrik nuqtai nazardan to'g'ri burchakli Descartes koordinatalar sistemasida haqiqiy sonlarning har bir x, y juftiga ux, y tekislikdagi yagona p nuqta px, y nuqtasi mos keladi. Mana demak, ushbu grafikdan ham ko'rishimiz mumkin. To'g'ri burchakli Descartes koordinatalar sistemasidagi biror bir x, y sonlar juftligiga yagona p nuqta, endi bu yerda z deyilgan, mana buni p nuqta deymiz. P nuqta mos keladi. Shu sababli ikki o'zgaruvchining funksiyasini px, y nuqtaning funksiyasi deb qarash va z barobar fx, y yozuvini fp kabi yozishimiz mumkin. Bu holda ikki o'zgaruvchi funksiyasining aniqlanish sohasi ux, y tekislikning nuqtalarining biror to'plamidan yoki butun tekislikdan iborat bo'ladi. Endi argumentlarning tayin x teng x0 va y teng y0 qiymatlarida yoki p0 deb yozishimiz mumkin. P x0 y0 nuqtada z barobar fx funksiyaning qabul qiladigan z0 xususiy qiymati quyidagicha yoziladi. z0 barobar x teng x0 y teng y0 ko'rinishda yoki z barobar fx0 y0 yoki bo'lmasa z0 barobar fp0 ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Endi berilgan ikki o'zgaruvchili funksiyaning xususiy hosilalarini ko'rib chiqamiz. Bundan oldin ushbu funksiyaning argument hamda o'zining funksiya orttirmalarini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Z barobar fx y funksiya d to'plamda aniqlangan va uzluksiz bo'lib, p0 x0 p1 x0 plus delta x y0, ya'ni biz birinchi o'zgaruvchiga delta x orttirma berganmiz va p2 x0 y0 plus delta y, bu holatda ikkinchi y o'zgaruvchiga delta y orttirma berilgan va nihoyat p3 sifatida x0 plus delta x, y0 plus delta y nuqtalar d to'plamiga tegishli bo'lsin. Mana 3-holatda p3 nuqtamizda ikkita o'zgaruvchiga ham demak orttirma berilgan. Biz bilamiz, delta x hamda delta y o'zgaruvchining orttirmasi deyiladi. Argument orttirmasi deb nomlashimiz ham mumkin. Mana bu yerda yozib ham qo'yilgan delta x hamda delta y argument orttirmalari. Endi funksiyani orttirmasini ko'rib chiqamiz. Agar delta x, ya'ni x o'zgaruvchi bo'yicha orttirmani oladigan bo'lsak, u holatda delta x z funksiya orttirmasi quyidagicha bo'ladi. fp1 minus fp barobar
birinchi f ifodamizni olamiz, ya'ni x0 plus delta x y0 minus fx0 y0 ko'rinishida va y bo'yicha orttirmamiz, ya'ni endi bu xususiy orttirma bo'ladi, bu delta x hamda delta z. Bu delta y bo'yicha orttirmamiz fp2 nuqtadan fp ni ayirib, ya'ni fx0 y0 plus y ga orttirma bergan holatda fx0 y0 qiymatini ayirganimizga teng. Ya'ni bu ayirmalar z barobar fx funksiyaning px0 y0 nuqtadagi x hamda y o'zgaruvchi bo'yicha xususiy orttirmalari deyiladi. Biz buni mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, navbat-navbat bilan dastlab x ga orttirma berib, funksiya orttirmasini hisobladik, keyin y ga orttirma berib, funksiyani orttirmasini hisobladik. Demak, bu biz hisoblagan orttirmalarimiz x va y o'zgaruvchi bo'yicha xususiy orttirmalar deyilar ekan. Endi delta z barobar fp3 minus fp, ya'ni ikkita o'zgaruvchiga ham orttirma bergan holatda funksiya orttirmasini hisoblaydigan bo'lsak, bu ayirma z barobar fx funksiyaning pxy nuqtadagi to'liq orttirmasi deyiladi. Demak, biz ikkita o'zgaruvchiga ham orttirma berib, funksiya orttirmasini hisoblaydigan bo'lsak, bu orttirma funksiyaning to'liq orttirmasi deyilar ekan. Buni keling birinchi misolda ko'rib chiqamiz. Z barobar xy plus x kvadrat minus y kvadrat funksiyaning m0 1 minus 1 nuqtadagi xususiy va to'liq orttirmalarini delta x barobar 0,1 va delta y barobar 0,- minusdan 10⁻² lar uchun toping deyilgan. Demak, bizni x argumentimizning orttirmasi 0,10 ga teng ekan va y ning orttirmasi minus 0,12 ga teng ekan va bizni berilgan x0 y0 nuqtalarimiz 1 va minus 1 ga teng ekan. Biz yuqoridagi formulalar bo'yicha funksiyaning xususiy orttirmasini hamda to'liq orttirmalarini topamiz. Delta xz, ya'ni x o'zgaruvchi bo'yicha orttirmasi shunda quyidagi ko'rinishda bo'ladi. X ning o'rniga x plus delta x va y ning o'zi plus x ning o'rniga yana x plus delta x ning o'zi va x ning kvadrati minus y kvadrat ifodani olamiz. Endi minus mana ushbu formula bo'yicha fx0 y0 nuqtani olishimiz kerak. Mana xy minus x kvadrat plus y kvadrat ko'rinishda funksiyamizni o'zi hosil bo'ldi. Endi bu holatda x va y larning o'rniga 1 va minus 1 larni qo'yib chiqadigan bo'lsak, mana x ning o'rniga 1, delta x o'rniga 0,1 va xuddi shu tartibda bu hisob-kitobni amalga oshiradigan bo'lsak, bizda delta xz x o'zgaruvchi bo'yicha funksiyaning xususiy orttirmasi 0,100 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi y o'zgaruvchi bo'yicha orttirmasini hisoblab chiqamiz. Keyingi formula bo'yicha mana y o'zgaruvchiga orttirma berib hisoblaydigan bo'lsak, qayerda y ifodamiz bo'ladigan bo'lsa, shuning o'rniga y plus delta y ifodani olamiz. Mana x ko'paygan y plus delta y plus x kvadrat minus y plus delta y ning kvadrati minus xy minus x kvadrat plus y kvadrat funksiyamizning o'zi. Va x va y larning o'rniga 1 minus 1 va delta x delta y larning o'rniga esa 0,1 va minus 0,12 larni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, minusdan 0,164 soni hosil bo'ladi. Bu ifodamiz, bu sonimiz z funksiyadan y o'zgaruvchi bo'yicha y o'zgaruvchisining xususiy orttirmasini qiymati ekan. Endi biz z funksiyaning to'liq orttirmasini hisoblashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz x va y larning o'rniga berilgan x plus delta x, y plus delta y ifodalarini qo'yib chiqamiz va ketma-ket ravishda ularning son qiymatlarini ham qo'yib chiqadigan bo'lsak, bizda z funksiyamizning to'liq orttirmasining qiymati minusdan 0,55 ga teng bo'lar ekan. Buni o'zingiz ketma-ket alohida olib analiz qilib hisoblab ko'rishingiz ham mumkin. Endi agar delta xz taqsim delta x nisbatning
delta x 0 ga intilgandagi limiti mavjud bo'lsa, bu limitga z barobar fx funksiyaning x0 y0 nuqtadagi x o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosilasi deyiladi. Ya'ni yuqorida hisoblagan x o'zgaruvchi bo'yicha funksiyaning orttirmasini, xususiy orttirmasini delta x ga bo'lib, delta x 0 ga intilgandagi limitini hisoblasak va bu limit mavjud bo'lsa, bu berilgan ikki o'zgaruvchili funksiyaning x0 y0 nuqtadagi x o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosilasi deyilar ekan. Va buni ushbu ko'rinishda yozamiz. Mana f' x bo'yicha x0 y0 nuqtadagi hosilasi yoki dz taqsim dx p0 yoki df taqsim dx p0 yoki z' x o'zgaruvchi bo'yicha x0 y0 ko'rinishda belgilashimiz mumkin. Va buni limitini quyidagicha yozamiz. f' x0 y0 teng delta x 0 ga intilganda delta x z taqsim delta x limit delta x 0 ga intilganda mana yuqoridagi mana funksiyamizga x o'zgaruvchisiga orttirma berib, berilgan funksiyani orttirmasini, xususiy orttirmasini x o'zgaruvchi bo'yicha hisoblangan. Mana yuqorida formulasi yozilgan va delta x ga bo'lib buni limiti hisoblangan. Bu z barobar fx funksiyaning x0 y0 nuqtadagi y o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosilasini ushbu ko'rinishda yozamiz. Yuqorida x o'zgaruvchi bo'yicha, endi y o'zgaruvchi bo'yicha esa xuddi shunga o'xshab, mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz f' x0 y0 va limit delta y0 ga intilganda funksiyaning y o'zgaruvchi bo'yicha orttirmasi va uni delta y argument orttirmasiga nisbatini limitini hisoblaydigan bo'lsak, bu berilgan limit chekli va mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu ifodamizga y o'zgaruvchi bo'yicha z funksiyaning xususiy hosilasi deyiladi. Endi agar o'zgaruvchilar soni 2 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa ham, funksiyaning xususiy hosilalari xuddi yuqoridagi kabi ta'riflanadi va belgilanadi. Buni o'zingiz mustaqil ravishda ko'rib chiqsangiz bo'lar ekan. Endi berilgan funksiyalarni xususiy hosilasini, birinchi tartibli hosilasini hisoblashni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda z barobar x taqsim y kub, y kvadrat taqsim x kvadrat va minus 2 taqsim x y funksiyamizni hosilalarini dastlab x bo'yicha hamda y bo'yicha hisoblab chiqamiz. Bu holatda e'tibor qiling, agar biz berilgan funksiyadan x o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosila olmoqchi bo'lsak, biz y o'zgaruvchini o'zgarmas deb qarashimiz kerak. Mana buni hisoblaydigan bo'lsak, x dan olingan hosila va 1 taqsim y kubni o'zi o'zgarmas son va y kvadratning o'zi va x kvadrat, ya'ni 1 taqsim x kvadratdan olingan hosila minus 2 taqsim y ning o'zi o'zgarmas sifatida va 1 taqsim x dan olingan hosila. Endi bu hosilalarni hisoblab chiqamiz. X dan olingan hosila 1 ga teng va 1 ni 1 taqsim y kubga ko'paytirsak, yana o'zi mana 1 taqsim y kub hosil bo'ldi. Endi 1 taqsim x kvadrat funksiyadan ifodadan olingan hosila bu minus 2 taqsim x kubga teng. Va yuqoridagi y kvadratni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus 2y kvadrat taqsim x kub hosil bo'ladi. Minus endi 1 taqsim x ifodadan olingan hosila minus 1 taqsim x kvadratga teng bo'lgani uchun va berilgan 2 taqsim y ning oldida minus ishora bo'lgani uchun ikkita ishora, ikkita manfiy ishora plusga aylanib, berilgan ifodamiz plus 2 taqsim y x kvadratga teng bo'ldi. Bu berilgan z funksiyadan x o'zgaruvchi bo'yicha olingan xususiy hosila edi. Endi y bo'yicha xususiy hosilani hisoblashimiz uchun endi biz x o'zgaruvchini o'zgarmas holatda hisoblab, y bo'yicha hosila olamiz. Bu holatda mana dz taqsim dy x o'zgarmas va 1 taqsim y kubdan hosila olamiz. Va yana shu tartibda 1 taqsim x kvadrat o'zgarmas va y kvadratdan hosila olamiz. Va 2 taqsim x ni o'zgarmas deb olib 1 taqsim y dan hosila olamiz. Bu holatda
1 taqsim y ko'pdan olingan hosila minusdan 3 taqsim y ni 4-siga teng va x ni o'zi mana. Plus y kvadratdan olingan hosila 2y ga teng va tepaga yozilgan mana x kvadratni o'zi. 1 taqsim y dan olingan hosila bu minus 1 taqsim y kvadratga teng va oldida minus bo'lgani uchun ikkita minus plus bo'lib 2 taqsim x y kvadratga teng ifoda hosil bo'lgan. Bu ifodamiz mana y o'zgaruvchi bo'yicha z funksiyadan olingan xususiy hosila bo'ldi. Endi ikkinchi misolni ko'rib chiqamiz. Mana z barobar ln tangens u taqsim v ko'rinishidagi funksiyadan hosila olamiz. Bu holatda u o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosila hisoblashimiz uchun v ni o'zgarmas deb hisoblab quyidagicha limitni hisoblaymiz. 1 taqsim tangens u taqsim v va ln dan olingan hosila 1 taqsim bo'ldi va tangensni u bo'yicha olingan hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat u taqsim v va u taqsim v ifodadan ham u o'zgaruvchi bo'yicha olingan hosila. Bu qismida demak uni o'zini qo'yib qo'yganmiz. Barobar 2 taqsim sinus 2u taqsim v. Bu yerdagi tangens hamda kosinus kvadrat ifodalarini soddalashtirishdan hosil bo'lgan qiymati. Buni biz trigonometriya kursidan juda ham yaxshi bilamiz. Ko'paytirilgan u taqsim v ifodadan u o'zgaruvchi bo'yicha olingan hosila 1 taqsim v ga teng bo'ldi. Bu ifodalarni ham ko'paytirib 2 taqsim v ko'paygan sinus 2u taqsim v ifodaga ega bo'lamiz. Bu funksiyadan u o'zgaruvchi bo'yicha olingan hosila edi. Endi berilgan funksiyamizdan v o'zgaruvchi bo'yicha hosila olsak ham xuddi shu tartibda, demak ln ifodadan olingan hosila 1 taqsim tangens u taqsim v, uni ichidan tangens o'zidan olingan hosila 1 taqsim kosinus kvadrat u taqsim v va u taqsim v ifodadan v o'zgaruvchi bo'yicha olingan hosila. Barobar bu qismda ham yana o'sha trigonometrik soddalashtirish amalga oshiramiz. U taqsim v dan v o'zgaruvchi bo'yicha hosila olsak, minusdan u taqsim v kvadratga teng. Va buni ham soddalashtirib hisoblaydigan bo'lsak, minus 2u taqsim v kvadrat sinus 2u taqsim v ifoda hosil bo'lar ekan. Davom etamiz. Endi keyingi funksiyamiz u barobar x y z plus x kvadrat minus y kub plus z ifodadan olingan hosila. Bu holatda biz 3 ta o'zgaruvchi bo'yicha hosila olamiz. Biz x bo'yicha hosila olishimiz uchun y va z larni o'zgarmasdan hisoblab xususiy hosilasini quyidagicha olamiz. Y z o'zgarmas bo'lsa, x dan olingan hosila 1, y z o'zi, x dan olingan hosila 2x, y bilan z o'zgarmas bo'lgani uchun y va z bo'yicha olingan hosila 0 bo'lib ketdi. Xuddi shu kabi y o'zgaruvchi bo'yicha hosilasini ham hisoblaymiz. Y bo'yicha hisoblaganimizda x va z o'zgarmas bo'lgani uchun y dan hosila 1, x z ning o'zi. X o'zgarmas, bundan hosila 0 va y kubdan olingan hosila 3y kvadrat va z o'zgarmas hisoblandi. Va z bo'yicha olingan hosila ham xuddi shu tartibda y bilan x o'zgarmas deb qarab, z bo'yicha hosila oladigan bo'lsak, x y hosil bo'ladi. X bilan y o'zgarmas, bulardan olingan hosila 0 ga teng va z dan olingan hosila 1. Shuning uchun z o'zgaruvchi bo'yicha olingan hosilamiz x y plus 1 ga teng bo'ldi. Xuddi shu tartibda 4-chi misolimizdagi ifodadan ham hosilani olishimiz mana ko'rsatilgan. Buni o'zingiz mustaqil tarzda ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi ko'p o'zgaruvchili funksiyalarning to'la differensiali tushunchasiga ta'rif beramiz. Buni ko'rib chiqamiz. Bizga z barobar fx funksiyaning to'la differensialini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin degan formula berilgan. Mana qisqasi shunaqa yozishimiz mumkin. Ya'ni berilgan ikki o'zgaruvchili funksiyaning z bo'yicha differensiali, ya'ni to'la differensiali dz taqsim dx ko'paygan dx, bu
Bu holatda dz taqsim dx berilgan funksiyani x o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosilasi va keyingisi dz taqsim dy bo'ladi. Shu yerda uzr so'rayman sizlardan, x emas y bo'lishi kerak edi. dz taqsim dy ko'paygan dy ko'rinishdagi formula bilan topiladi. O'zgaruvchilar soni 3 va undan ortiq bo'lsa ham to'la differensial xuddi shu tarzda hisoblanaveradi. Yuqori tartibli xususiy hosilalar va to'la differensiallarni quyidagi formulalarni keltiramiz. Biz yuqorida berilgan funksiyadan xususiy hosila olishda faqat birinchi tartibli xususiy hosilalarni ko'rib chiqdik. Endi biz undan yuqori tartibli xususiy hosilalarni qanday olishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Z barobar fx funksiyaning birinchi tartibli xususiy hosilalarining xususiy hosilalariga shu funksiyaning ikkinchi tartibli xususiy hosilalari deyiladi. Ya'ni berilgan xususiy hosila olingan ifodadan yana bir marta biz hosila oladigan bo'lsak, bu holatda ikkinchi tartibli xususiy hosila kelib chiqar ekan. Va buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Mana x bo'yicha olingan xususiy hosiladan yana bir marta x bo'yicha hosila olsak, biz ikkinchi tartibli x bo'yicha xususiy hosilaga ega bo'lamiz. Buni d kvadrat z taqsim dx kvadrat yoki z ikkita chiziqcha x ko'rinishida yozishimiz mumkin. Va dz funksiyadan, ya'ni z funksiyadan y bo'yicha xususiy hosila olingandan keyin undan x bo'yicha xususiy hosil oladigan bo'lsak, bu holatda d kvadrat z taqsim dy dx ko'rinishida yoziladi va bu z ikkita shtrix yx ko'rinishida bo'ladi. Bu funksiyaning aralash hosilasi deyiladi. Y hamda x o'zgaruvchi bo'yicha aralash hosilasi. Xuddi shu tartibda y bo'yicha xususiy hosila olingan ifodadan yana bir marta y bo'yicha xususiy hosila oladigan bo'lsak, bu z funksiyadan y bo'yicha ikkinchi tartibli hosilasi bo'ladi va uni z ikkita shtrix y ko'rinishida yozishimiz mumkin. Va x o'zgaruvchidan y bo'yicha xususiy hosila oladigan bo'lsak, bu holatda d kvadrat z taqsim dx dy ko'rinishida belgilanadi va berilgan funksiyamizdan yana z ikkita shtrix x y ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi. Bu ikkinchi tartibli aralash hosila deyiladi. Aralash xususiy hosila hisoblanadi. Xuddi shu tartibda 2 yoki 3 yoki undan ortiq bo'lgan xususiy hosilalarni ham topish mumkin. Agar aralash xususiy hosilalar z shtrix x y va z shtrix yx uzluksiz bo'lsa, u holatda ular o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni buni ushbu ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Demak, berilgan funksiyadan olingan aralash hosilalar uzluksiz bo'ladigan bo'lsa, u holatda ular o'zaro teng bo'ladi. Misol ko'rib chiqamiz. Z barobar x kvadrat y plus x taqsim y funksiyaning ikkinchi tartibli xususiy hosilalarini toping. Biz buni yuqoridagi kabi mana xususiy hosilalarni mana x bo'yicha hisoblaganmiz va y bo'yicha hisoblaganmiz va bundan x bo'yicha hisoblangan hosiladan yana bir marta x bo'yicha hosila olsak, u ikkinchi tartibli hosilani beradi. Va y bo'yicha olingan xususiy hosiladan yana bir marta y bo'yicha hosila oladigan bo'lsak, bu ikkinchi tartibli y bo'yicha hosila bo'ladi. Xususiy hosila. Va x bo'yicha olingan ifodadan y bo'yicha hosila oladigan bo'lsak, bu aralash hosila x y bo'yicha va x bo'yicha y bo'yicha olingan hosiladan y bo'yicha yoki y bo'yicha olingan hosiladan x bo'yicha oladigan bo'lsak, bu ham aralash xususiy hosila deyiladi. Ikkinchi tartibli aralash xususiy hosila. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, funksiyadan olingan x va y o'zgaruvchi bo'yicha aralash xususiy hosilalari bir-biriga teng. Ikkinchi tartibli aralash xususiy hosilalar bir-biriga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ikki o'zgaruvchili funksiyaning ekstremlarini endi siz bilan ko'rib chiqamiz, hurmatli talabalar. Bizga dastlabki qiladigan ishimiz, ya'ni m nuqta olamiz. Biz tekstlikda m nuqta olib, m x y nuqtaning kichik atrofidagi
barcha nuqtalarda fx funksiyaning qiymati fx0 y0 dan kichkina yoki fx funksiyaning qiymati o'sha nuqtani atrofidagi nuqtalardan katta bo'ladigan bo'lsa, ushbu shart bajarilsin, u holda z barobar fx y funksiya m nuqtada maksimumga, mana ushbu holatda demak maksimumga yoki minimumga erishadi deyiladi. Demak, berilgan nuqtani atrofida funksiyaning qiymati, demak, berilgan nuqtadagi qiymatidan har doim kichik bo'ladigan bo'lsa, bu holatda o'sha nuqtada funksiyamiz maksimumga erishadi deyiladi. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, minimumga erishadi deyiladi. Funksiyaning maksimum hamda minimum qiymatlariga esa uning ekstremumlari deyiladi. Funksiya ekstremumga erishadigan nuqtani uning ekstremum nuqtasi deyiladi. Ikkinchidan, agar z barobar fx y funksiyamiz differensiallanuvchi m nuqtada ekstremumga erishgan bo'lsa, u holatda shu nuqtada funksiyaning birinchi tartibli xususiy hosilalari nolga aylanadi. Ya'ni ushbu ko'rinishda, demak, bizni funksiyamiz berilgan nuqtada ekstremumga erishayotgan bo'lsa, ya'ni maksimum yoki minimum qiymatga ega bo'lsa, funksiyaning o'sha nuqtadagi xususiy hosilalari albatta nolga teng bo'lar ekan. Buni ushbu formula bilan yozishimiz mumkin. Funksiyaning birinchi tartib xususiy hosilalari nolga aylanadigan nuqtalarni biz uning kritik nuqtalari deb nomlaymiz. Endi uchinchidan, mx0 y0 nuqtada z funksiyaning kritik nuqtasi bo'lsin, m nuqtamiz. Ushbu d kvadrat f taqsim dx kvadratni a bilan belgilab, ya'ni e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu f funksiyadan x o'zgaruvchi bo'yicha ikkinchi tartibli xususiy hosilasini oldik. d kvadrat f taqsim dx kvadrat. Buni a bilan belgiladik. F funksiyadan x hamda y o'zgaruvchilar bo'yicha xususiy hosila oladigan bo'lsak, buni b bilan belgilaymiz. Va y o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosila oladigan bo'lsak, f funksiyadan 2 marta, bu holatda buni s harfi bilan belgilaymiz. Va ushbu belgilashni kiritdik. Delta sifatida ushbu yuqoridagi a s minus b kvadratni hisoblaymiz delta sifatida. Agar endi deltaga shart beramiz, agar delta 0 dan katta bo'lib, a ifodamiz 0 dan kichik yoki s ifodamiz 0 dan kichik bo'lsa, u holda m nuqtada funksiya maksimumga erishadi. Demak, biz funksiyaning ikkinchi tartibli xususiy hosillardan foydalangan holatda funksiyaning maksimumga erishishini ko'rib chiqdik. Keyingi shartimiz, agar funksiyaning o'sha yuqorida hisoblangan delta qiymatimiz 0 dan katta bo'lib, a 0 dan katta yoki s 0 dan katta bo'lsa, u holatda m nuqtada funksiyamiz minimumga erishadi deyiladi. Agar delta 0 dan kichik bo'lib qolsa, u holda m nuqtada funksiya ekstremumga erishmaydi deyiladi. Mabodo deltamiz 0 bo'lib qolsa, u holatda m nuqtada funksiya ekstremumga erishish masalasi ochiq qoladi. Ya'ni funksiyada delta 0 bo'lib qoladigan bo'lsa, bu holatda funksiyamiz ekstremumga erishishi ham mumkin yoki ekstremumga erishmasligi ham mumkin deyiladi. Buni misollar yordamida ko'rib hisoblashimiz mumkin. Biz birinchi misol olamiz. Funksiyani ekstremumini topishga oid. Mana funksiyamizning ko'rinishi z barobar x kvadrat plus xy plus y kvadrat minus 3x minus 3y plus 1 bo'lsin. Hop, bu funksiyamizni ekstremumga tekshiramiz. Birinchisi, funksiyani xususiy hosilalarini topib chiqamiz. Buni bittalab tushuntirib o'tirmayman, bittasini x bo'yicha tushuntiraman, qolganlarini biz yuqorida ko'rib chiqdik. X bo'yicha hosila oladigan bo'lsak, y ni o'zgarmasdan qaraymiz va x kvadratdan olingan hosila 2x, x dan olingan hosila 1, y ning o'zi, bundan olingan hosila 0, 3x dan hosila 3 va y va 1 dan olingan hosila 0 ga teng. Keyingisi ham xuddi shu ko'rinishda hisoblangan.
Endi topilgan xususiy hosilalarni 0 ga tenglab, quyidagi sistemani hosil qilamiz. 0 ga tenglab, oddiy chiziqli tenglamalar sistemasini ishlaydigan bo'lsak, bizda x01 va y0 ham 1 ekanligini topamiz. Bundan ko'rinadiki, bir nuqtada funksiyaning birinchi tartibli xususiy hosilалari 0 ga aylanadi. Demak, bu nuqtalar kritik nuqtalar hisoblanadi. Ana endi biz buning maksimum yoki minimumga erishishini ko'rib chiqamiz. Funksiyaning ikkinchi tartibli xususiy hosilarini topamiz va ulardagi x0, y0 qiymatlarini hisoblab, mana zx, ya'ni x0, y0 bir nuqtani berilgan funksiyaga olib borib qo'ysak, bu boyagi formulamizdagi a ni beryapti, bu s ni berar ekan va mana bu b ni berar ekan. Endi biz yuqoridagi formula bo'yicha deltani hisoblaymiz. Deltani hisoblaydigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 2 minus 1 ning kvadrati, ya'ni ab minus ac minus b kvadrat formula edi. Uni qiymati 3 ga teng chiqdi. Demak, deltamiz 0 dan katta ekan. 0 dan katta bo'lib, bu yerda a musbat yoki s'miz ham musbat ekan. Bu holatda yuqoridagi shartga ko'ra, mana ushbu shartda ko'rinib turibdiki, a 0 dan delta 0 dan katta bo'lib, a 0 dan katta yoki s 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, funksiyamiz minimumga erishadi deb berganmiz, ya'ni tushuntirganmiz. Demak, bulardan ko'rinadiki, qarilayotgan funksiyamiz bir nuqtada minimumga erishadi va berilgan bir nuqtani dastlabki funksiyamizga olib borib qo'yadigan bo'lsak, funksiyaning minimum qiymati -2 ga teng bo'lar ekan. Demak, berilgan mana misollarni xuddi shu ko'rinishda hisoblashimiz mumkin. Agarda deltamiz manfiy bo'lib qolsa yoki deltamiz 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, yuqoridagi shartlarga qaragan holatda hisob-kitobni davom ettirishimiz mumkin. Sizga bu darsni mustahkamlash uchun qo'shimcha misollar qoldiraman. Funksiyani xususiy hosilalarini va orttirmalarini va uning ekstremlarini topishga oid misollar qoldirganman. Buni o'zingiz mustaqil ravishda hisoblab chiqishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari, qo'shimcha ishlab ko'rishingiz uchun test savollari ham berilgan. Mana ushbu test savollarini ham ko'rib, ishlab berilgan mavzuni mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi.